Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qonda qurilish texnikalari do'konimizga asfalt kesadigan apparatimiz yangicha modelidan keldi. Bugungi video obzorimizda shu apparat haqida to'liq tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, bu apparatimiz salarkali bo'ladi. Asfalt kesish uchun chiqarilgan apparat bo'ladi. 18 ot kuchi, 192 motor. 1 soatda 800 grammdan 1 litrgacha rasxod qiladi. Bu gazda qanchalik kuchaytirib pasaytirishlarga qarab, ya'ni qancha nagruskada ishlasa apparat ko'proq rasxod qiladi. Qancha bez nagruska ishlasa apparat kamroq rasxod qiladi. Bu yangilangan modeli bo'ladi. Mirolis brendiga tegishli 18 ot kuchli bo'ladi. 18 sm gacha, ya'ni 180 mm gacha bo'lgan asfaltlarni kesishga mo'ljallangan bo'ladi. Apparat jami vazni 135 kg, motor ot kuchi 18 ta 15 ta ot kuchi atrofida bo'ladi. Ya'ni o'sha aytib o'tganimizdek salarkalik bir porsilli motor bo'ladi. Endi motorning ustun jihati statorli bo'ladi. Mana o'zida statorlari joylashtirilgan. Hattoki akkumulyatorlargacha qo'yib qo'yilgan. Mana pastda o'zining akkumulyatorlari bor. Damas akkumulyator bilan bir xil. Tepada mana kalitlari bor. Kalitga zavod bo'ladi. Endi mana ko'rishlaring mumkin. Gaz richagi qancha gazni kuchaytirganlaring sari bu yerga pichoq qo'yiladi. Pichoq obroti tezlashaveradi. Qancha kamaytirganlaring sari obrot sekinlashaveradi. Endi qanday moslaymiz 18 sm ga yo 5 sm ga qo'yib turib qanday kesamiz degan akalarimiz uchun mana yonida o'zi ko'rsatib qo'ygan 1 sm dan to 18 sm gacha ko'rsatib qo'ygan. Repada ko'tarib tushiradigan mana joyi bor. Aylantirsalaring ko'taradi, tushiradi. Mana ko'rishlaring mumkin. Ko'taramiz. Sterilkasi o'zi o'zgaryapti. 10 sm ga moslaymiz hozir mana. Mana 100 mm, ya'ni shu 10 sm ga hozir moslangan holatda bo'lib turibdi. Mana shu holatda hozir pichoq qo'yib kessalaring 10 sm gacha bo'lgan asfaltlarga kesaveradi. Yana aylantirib ko'targanlaring sari kichkinalashaveradi. Aylantirib qaytarsalaring 18 sm gacha u kesaveradi. Endi suv bachoklari bor. 20 litr suv bachogi bo'ladi. Suvni quyib qo'yib, bu yerda o'zining shlanchasi bo'ladi. Shlanka bilan pichoqqa suv olib kelib qo'yiladi. Suv bilan kesadi, ya'ni o'sha chachratmasdan, pichoq qizib ketmasdan o'ta spokойно kesib beradi. Ushbu apparatimiz kimga kerak bo'lsa, do'konimizdan kelib xarid qilishlaring mumkin. Narxlari telefon raqamlariga aloqaga chiqarasizlar, narxlarini kelishtirib beriladi. Manzilimiz so'raganlar uchun manzilimiz Qo'qon shahar Navoiy massив Malina Setavorda joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni. Do'konimizda trambovka apparatlarimizni benzinga ishlayotgani, oddiy trambovkalarimiz, vertolyotlarimiz, tokga ishlaydigan trambovka apparatlarimiz, hattoki armatura bukadigan, sip tekislaydigan, armatura kesadigan apparatlarimiz, hatto press apparatlarimizgacha bor. Kimga shuna apparatlar kerak bo'lsa, kelib xarid qilishlaring mumkin. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib ko'rasiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.